Yasminaxon qizimni birinchi qo'g'irchog'ini dadamiz olib kelibdilar. Bechora qo'g'irchoq sochini bittalab yuldi o'zi ham. Qizim qo'g'irchoq bilan o'ynab turguncha men tezgina ishlarimda qilib oldim. Qizimizga yo'ndoq ko'p o'yinchoqlar olib bermayapmiz, chunki ko'rgan narsasini hozirgi kunda og'ziga solyapti. Juda ham hozir virus tarqalgan paytda ko'p o'yinchoqlar qo'liga bermayapmiz. Va har bir o'yinchog'ini har sekundda yuvib berishga harakat qilyapman. Ko'pchiliklar farzandingizga qanaqa taglik ishlatasiz deb yozibdi. Men mamasining tagliklarini ishlataman. Gipoallergeniya taglik hech qanaqa toshmalar toshtirmaydi, popachasini ham pishirib qo'ymaydi. Sinovimdan o'tgan juda ham zo'r taglik. 5 minutdan keyin kelib qarasam, qo'g'irchog'imizning ahvoli bolalarni bitta o'zini qoldirib bo'lmaydi. Yasminaxonni dadamizga qoldirib, qolgan ishlarimni davom ettirdim. Mamasining aytdi, uy tozalayotgan vositalari ham menga oxirgi payt juda ham yoqib qoldi. Vannalarni shunaqa yaltiratib tozalab beradi. Narxlari boshqa tozalovchi vositalarga qaraganda ancha hamyonbop. Ularning profiliga kirsanglar ko'p narsalar hozirgi kunda skidkada ketyapti. 12 ta viloyatga dastavka xizmati bor. Eng zo'r tarafi dastavkasi tekin. Uylarimni ham chiroyligina qilib yig'ishtirib, kechga domashniy lavash tayyorladim. Lavashim shunaqangi zo'r chiqdi. Retseptini ham olganman. Keyingi videoda qo'yaman. Keyingi videom sizlarga qiziq bo'lsa, yurakchani qizartirib ketinglar.